Nima uchun odamlar Ka'bada 50 gradus issiqda ham qaynab ketmaydi, bemalol tavof qilaverishadi? Buning sababi nimada? Inshaalloh hozir bilib olamiz. Mana shu ma'lumotni ko'proq inson bilishi uchun va boshqalarga ham yetib borish uchun mana shularni bosib qo'ying, albatta xolis niyatda bo'lsa. Qani endi javobiga o'tamiz. Bilasiz, Saudiya Arabistoni juda ham issiq mamlakat hisoblanadi. Ayniqsa yozning kunida 50-55 gradus harorat kuzatiladi. Masjidil Haramning hovlisida, ya'ni Ka'baning atrofiga juda ham issiq quyosh nurlari tushadi. Mana shu issiqlikni qaytarish uchun ajoyib bir narsa o'ylab topilgan. Bu bo'lsa Masjidil Haramning hovlisiga, ya'ni Ka'baning atrofiga to'shalgan marmar toshlardir. Marmar toshlarning ajoyib bir xususiyati bor. U xususiyati issiqlikni o'zida juda ham uzoq saqlab qolmaydi, ya'ni juda ham isib ketmaydi. Masjidil Haramga juda ham ko'plab sovutish qurilmalari o'rnatilgan.